Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımız olsun. Amerika virus manbasini tekshirish doklatining xulasasini e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika 27 avgust virusning manbasini tekshirish doklatining xulasasini e'lon qilgan. Ammo Amerika istixborot sohasida bu masala haqida yanada birdaklik hosil qilinmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Prezident Joe Biden tekshirish haqida buyruq tushirgan Xitoy virusining manbasi haqidagi istixborot tekshirish natijasiga asoslanganda Amerika istixborot organlari virusning kelish manbasida yanada o'xshamaydigan fikrlarda bo'lgan. Ammo ular virus boshlanishdan burun Xitoy tarafining virusni bilmaydiganligiga ishonmaydi ekan. To'liq oshkorlanmagan xulosada bildirilishicha, Amerika istixborot tarmoqlari ichidagi 4 organ virusning aslida hayvonlardan insonlarga tarqaldiganligiga bo'lgan ishonchisini bildirgan. 5-organ o'ttirhol ishonch bilan insonlarning tunji yuqumlanishi tajribaxona bilan munosabatlik deb qaragan. Tahlilchilar virusning biologiyalik qurol sifatida yasalganligiga ishonmaydigan bo'lib, ko'pincha organlar virusning geni o'zgartirilmagan deb qaraydi ekan. Amerika davlatlik istixborot idorasining bosh taftish ishxonasi juma kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoyning davomli xalqaro tekshirishga to'sqinlik qilayotganligi, uchurdan tang bahramon bo'lishga qarshi turganligi va Amerikani o'z ichiga olgan boshqa davlatlarni ayblaydiganligi, virusning kelib chiqishi to'g'risida yakun chiqarish uchun cho'qim Xitoyning hamkorligi bo'lishi kerakligi bildirilgan. Bildirilishicha, virusning kelib chiqish masalasi yanada xalqaro jiddiy ommaviy sog'lomlik masalasi va bexatarlik masalasi bo'lib, Amerikadagi nurg'un konservativ tarafdorlari Xitoy tadqiqotchilarini tajribaxonada virusni taraqqiy qildirib, virusning tarqalib ketishini keltirib chiqardi deb ayblamoqda. Amerika sobiq prezidenti Trump rahbarligidagi amaldorlar bir qator paketlar tizimligini e'lon qilib, Wuhan virus tajribaxonasining virus tadqiqoti bilan shug'ullanganligini ko'rsatgan edi. Shundaqli Wuhan shahriga joylashgan mazkur tajribaxonaning tunji virus tarqalgan joy ekanligini ilgari surgan edi. Prezident Biden bayonotida Xitoy virusning manbasini tekshirishga boshdan oxir to'sqinlik qildi. Xalqaro jamiyat buning javobini bilishi kerak. Biz javobga erishmaguncha to'xtab qolmaymiz. Bu ishda mas'uliyati bor davlatlar bu mas'uliyatdan qochib qutula olmaydi degan. Mazkur doklad e'lon qilinishidan ilgari Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning virusning manbasini tekshirishiga qarshi hujum qildi. Tashqi ishlar ministrligining mudiri Fu Song muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyni qarlash Amerikani oqbalaxon qila olmaydi. Agar Amerika Xitoyga asossiz hujum qilmoqchi bo'lsa, eng yaxshisi Xitoy qaytarma hujumga tayyorlik qilish kerak degan edi. Amerika davlat mudofaa amaldorlari Xitoy armiyasi bilan suhbatlashdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerikaning yuqori darajalik amaldori 27 avgust Xitoy armiyasi bilan tunji qatim suhbatlashgan bo'lib, suhbatda ikki davlat o'rtasidagi xatarni kontrol qilish asosli tema bo'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, suhbatga qatnashgan kishi Amerika davlat mudofaa ministri muavin yordamchisi Michael Chase ekan. U oldingi hafta Xitoy armiyasi xalqaro harbiy hamkorlik ishxonasining muavin mudiri general-mayor Huang Sheping bilan suhbatlashgan. Ko'p yillardan buyon Xitoyga qarshi turish Amerikaning davlat bexatarlik siyosatining yadrosiga aylandi. Biden hukumati Xitoy bilan bo'lgan raqobatni bu asrdagi eng chong jug'rafiyalik siyosiy sinoq deb tasvirlagan. Amerika bilan Xitoyning munosabatidagi keskinlashish Tayvan va Xitoy kishilik huquq xotirasidan tortib, Xitoyning Janubiy dengizdagi harbiy kengaymachilik masalasigacha kengaygan. Ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika amaldori Reuters agentligiga Amerika bilan Xitoy mudofaa organlarining bexatar sin yig'ini ochganligini, ikki tarafning ochiq aloqa yo'lini saqlab qolishning muhimligi to'g'risida birdaklik hosil qilganligini oshkorlagan. Amerika amaldorlarining aytishicha, davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Xitoy mudofaa ministri bilan texnik suhbatlashmagan. Buning sababi ikki tarafning Austinning Xitoy amaldori ichidagi tang darajalik amaldorning kim ekanligi to'g'risida talash tortish bo'lganligi ekan. Muavin prezident Harris 27 avgust Amerikaning raqobatni qarshi oladiganligini, Xitoy bilan to'qinishni xohlamaydiganligini, ammo Janubiy dengizdagi dengiz mojarosiga qarata fikr bayon qildiganligini aytgan edi. Xitoy, Vyetnam, Bruney, Malayziya, Filippin va Tayvan Janubiy dengizining qisman joylarida egilik huquq talab qilib kelgan bo'lib, bu rayon Janubiy Xitoy dengizidan o'tadigan muhim suv yo'li, shundaqli mo'l tabiiy gaz va baliqchilik boyligiga ega ekan.
Xabarda qayd qilinishicha, Bayden Sharq Turkiston va Hong Kongda kishilik huquqi daxli taruz qilgan Xitoyga qaratgan jazoni kuchaytgan. Sobiq prezident Donald Trampga o'xshamaydigani shuki, prezident Bayden ittifoqdoshlari va sheriklari bilan hamkorlashib, Xitoyning kunsiri keskinlashayotgan iqtisodiy va tashqi siyosatiga o'rtaq qarshi turishni plan qilgan. Amerika va Xitoy tashqi ishlar ministrlari Afg'oniston krizisi haqida telefon suhbati o'tkazdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika va Xitoy tashqi ishlar ministrlari Afg'oniston krizisi haqida telefon suhbati o'tkazgan bo'lib, ikki tarafning Afg'onistonning kelgusi haqidagi hamkorlik masalasida mujmallik bor ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi 29 avgust bayonot e'lon qilib, tashqi ishlar ministri Antony Blinken shu kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashganligini, suhbatda Talibanning Afg'oniston xalqi va chet el fuqarolariga bexatar chiqish yo'l va erkinlik berish haqidagi va'dasi, shundaqli xalqaro jamiyat Talibandan mazkur va'dasiga amal qilishni talab qilishning muhimligini muzokara qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq telefon suhbatining tafsilotini oshkorlamagan. Xitoy xabar agentligi Xinhua to'ri bu haqda xabar e'lon qilib, Xitoy va Amerika tashqi ishlar ministrlari o'rtasidagi suhbatni tafsiliy e'lon qilgan. Bildirilishicha, Afg'oniston masalasida Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining birlikka kelgan qarori bo'lishi kerak deb qaragan. Shundaq bo'lganda xodimlar Afg'onistondan bexatar chekinib chiqa oladi ekan, hamda Afg'oniston terrorlikning bexatar uvisiga aylanib qolmaydi ekan. Ammo Wang Yining aytishicha, bexatarlik kengashining harakati to'qinishni kuchaytirish emas, balki pasaytishga yordam berishi, Afg'oniston o'tkinchi vaziyatining davolg'ishdan xoli holda o'ngishli o'tishiga yordam berishi kerak ekan. Undan boshqa yakshanba kuni dunyodagi 100 ga yaqin davlat va Amerika birlikda bayonot e'lon qilib, Talibanlarning va'dasiga amal qilishga va barliq chet el fuqarolari va viza olg'uvchilarning bexatar va tartibli holda chegaradan ayrilishiga bexatar chiqish yo'li berishga chaqirgan. Ammo Xitoy bu birlashma bayonotga imzo qo'ymagan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Wang Yi yakshanba kuni telefon suhbatida har qaysi taraflarning Talibanlar bilan aloqalashishi va ularni aktiv yetaklashi kerakligi, Amerika yangi Afg'oniston hokimiyatining hukumat organlarining normal harakatini saqlashiga yordam berishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, bugun Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Afg'oniston masalasini hal qilishdagi muhim sheriklar doirasi ichida ministrlar silliq yig'in chaqirib, kelgusi bir qancha kun ichida Afg'oniston vaziyatining taraqqiyotiga qandoq o'rtaq taqobil turishni muzokara qiladi ekan. Bu sheriklar Kanada, Fransiya, Rossiya va Italiya, Yaponiya, Angliya, Turkiya, Qatar, Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik akti tashkilotini o'z ichiga oladi ekan. Rossiya O'rta Osiyodagi ittifoqdoshlarini qurollantirishni davomlashtiradiganligini bildirdi. Rossiya Afg'onistondagi muqimsizlikning O'rta Osiyoga kengayishidan qattiq andisha qilmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu o'zlarining rayondagi ittifoqdoshlarini qurollantirishni davomlashtiradiganligini aytdi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu O'rta Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston masalasida aloqasining texmi quyuqlashganligini ta'kidlab, harbiy jihatda texmi ko'p qadam tashlaydiganligining signallarini berdi. Shoygu kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonning armiyasini zamonaviylashtirish programmasini davomli qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Harbiy ittifoqning bir parchasi bo'lmagan O'zbekiston bilan hamkorlikni eng yuqori saviyaga chiqaradiganligini ta'kidladi. Rossiya avgustda 3 harbiy manevr elib borgan bo'lib, sentabrning 1-haftasi tashkilot a'zolari bilan yangi bir harbiy manevr o'tkazishni planlamoqda. Bayden Kabul aerodromida yangi bir hujum yuz berishi mumkinligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden 24 yoki 36 soat ichida Afg'onistonning Kabul aerodromini nishon qilgan yangi bir hujum yuz berishi mo'ljallanayotganligini aytdi. Joe Biden davlat bexatarlik atriti yo'llagan dokumentdan keyin Afg'onistondagi o'zgarishlar haqida bayonot e'lon qildi. Kabul aerodromida yuz bergan va nurg'un kishilarning o'lishini keltirib chiqargan bomba hujumidan keyin Amerika armiyasining atiganda hujumning javobgarligini ustiga olgan Daesh Xuroson tashkilotiga uchquchsiz aeroplan bilan qilgan hujumining eng oxirgi hujum emasligini ta'kidladi. Biden urush maydonidagi vaziyat intayin xatarlik bo'lishini davomlashtirmoqda va aerodromga qaratilgan terrorlik hujumi tahdidi yuqori. Qo'mondonlarimiz menga kelgusi 24 yoki 36 soat ichida yangi bir hujum yuz berish ehtimolligining yuqorligini uqtirdi dedi. Biden hujumlarga tegishli javob qaytarishning davomlashadiganligini ta'kidlab,
Kabuldagi askarlarimiz va begunoh fuqarolarga qaratilgan hujumga javobgar guruhining payida bo'lganligimizni aytdim va shunda qildik. Bu qabih hujumga qatnashgan barliq kishilarni tutib, badal to'latishni davomlashtiramiz dedi. Xitoy Amerika dengiz armiyasining Tayvan bo'g'ozidan o'tishini aybladi. Xitoy Amerika dengiz armiyasiga oid bir urush paraxoti bilan sahil bexatarlik paraxotining Tayvan bo'g'ozidan o'tishini aybladi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining internet to'rbetida e'lon qilingan bayonotda Amerika paraxotlarining Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi dengiz tavalligidan o'tishining ig'vogarlik qilmish ekanligi va rayonning tinchligi ham muqimligi uchun tahdid shakllantirganligi ilgari surildi. Hamda Amerika paraxotlarining Tayvan bo'g'ozidan o'tishi qattiq ayblandi. Amerika dengiz armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Amerika paraxotlarining Tayvan bo'g'ozidan qonunli o'tishining Amerika Qo'shma Shtatlarining Hindi Tinch okeanini qo'g'dash uchun bergan va'dasining namoyandasi ekanligi bildirildi. Xitoy 17 avgust kuni egilik huquq ixtilofi yuz berayotgan Tayvanga yaqin dengiz tavalliklarida harbiy manevr o'tkazishga boshlagan. Hamda bu manevrning davlatning mustaqilligini qo'g'dash uchun kerakli ekanligini ilgari surgan edi. Amerika bilan Tayvan o'rtasida imzolangan qurol-yarog' kelishimi Xitoy Tayvan o'rtasidagi surkilishni kuchaytirayotgan edi. Amerika prezidenti Joe Biden 4 avgust kuni Tayvanga 750 million dollarlik qurol-yarog' setib berish qarornomasini tasdiqlagan edi. Xitoyda 2 dunyo urushidan keyin yuz bergan ichki urushda Mao Zedong rahbarligidagi Xitoy Kommunist partiyasining 1949-yili hokimiyatni tortib olishi va Xitoy Xalq partiyasining qurilganligini e'lon qilishidan keyin Jiang Zemin rahbarligidagi Xitoy Millatchi partiyasi Kuomintang a'zolari Tayvanga yerlashgan. Orqadan 1912-yili qurilgan Xitoy Jumhuriyati hukumatining Tayvan orolida davomlashayotganligini ilgari surib, mustaqillik e'lon qilingan edi. Xitoy rejimi dunyoda birlik Xitoy bor prinsipini qabul qilib, xalqaro jamiyatda faqat o'zlarining Xitoyga vakillik qiladiganligini ilgari surib kelmoqda. Qozog'istondagi davlatlik motam marosimida davlat bayrog'i yerim tushirildi. Qozog'istonda harbiy o'q-dori iskilotida yuz bergan portlashda harbiy xodim va qutqizish atriti xodimlaridan 13 kishi qazo qilganligi sababidan e'lon qilingan mamlakatlik motam marosimi doirasida mamlakat miqyosida davlat bayrog'i yerim tushirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart Tokayevning qarori bilan butun mamlakatda davlatlik motam kuni e'lon qilindi. Bu doirada barliq hukumat organlarida va chet ellardagi vakolatxonalarda bo'libmi prezidentlik saroyida bayroqlar yerim tushirildi. Televiziya programmalari va radio anglatishlardami ko'ngil programmalari amaldan qoldirildi. Rasmiy ommaviy to'r bekatlarini o'z ichiga olgan xabar organlarining bosh batlarimi qora va oq rangga o'zgartirildi. Qozog'istonda e'lon qilingan mamlakatlik motam sababidan Turkiyaning Nur-Sultonda turishliq bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, qarindosh Qozog'iston xalqi bilan bo'lgan ittifoqligimiz doirasida elchixonamizdagi bayroqlarimizni yerim tushirdik deyildi. 26 avgust shu yer vaqti soat 19 atrofida Qozog'istonning janubidagi Jambil o'lkasiga qarashliq Bayzakov nahiyasidagi harbiy qismning o'q-dori iskilotida yuz bergan o't ofati portlashni keltirib chiqargan edi. Rasmiy manbalarga asoslanganda harbiy o'q-dori iskilotida orqa-orqadan yuz bergan portlashda harbiy xodimlar va qutqizish atritidan 13 kishi hayotidan ayrilgan. Hamda ko'pinchisi o't o'chirish va qutqizish xodimlari bo'lib, jami 90 kishi yaralangan edi. Xitoy Sharqi Turkistondagi majburiy emgak o'rinlarini kengaytmoqda. Tangritog' to'rining 28 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Sharqi Turkistondagi Qo'rg'os tamojnasining statistikalik sonliq ma'lumotida oshkorlanishicha, mazkur tamojnadan o'tgan 7 oy ichida import qilingan xom ashyo yuk tashish miqdori 19,589,400 tonna bo'lib, import qilingan tovarlar asosligi temir rudasi, oshliq, yog' ziroatlari, ximiya sanoati xom ashyosi qatorliq mollar ekan. Eksport miqdori 2,624,200 tonna bo'lib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 35,6% oshgan. Sharqi Turkistondan eksport qilingan tovarlar mashina elektr mahsulotlari, avtomobil zapchaslari, kiyim-kechak, oyoq, kundalik turlik mollar, meva, ko'ktat qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Bu tovarlar asosligi O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga eksport qilingan. Qo'rg'os tamojnasining import-eksport yuk tashish miqdori Sharqi Turkistondagi portlardan import-eksport qilingan tovarlarning 60%dan ko'pragini egallaydi ekan.
Qo'rg'osdagi bir xalqaro ashyo oborti korxonasining kasb direktori Jangbin tunishtirib, bu korxona o'tiri hisob bilan har kuni Qo'rg'osddan 15 yuk avtomobili atrofida mol eksport qiladiganligini, eksport mollari ushoq tovar, kundalik turlik mollarni asos qilgan bo'lib, asosligi Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston qatorliq davlatlarga to'shildi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonga import qilgan mollarning zo'r miqdori xom ashyo bo'lib, eksport qilgan mollarning pishiqlab ishlangan tovar bo'lishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortishi kerakligini, Xitoy Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerdagi mahbuslarga chet eldan import qilingan xom ashyolarni pishiqlab ishlashga majburlaganligining, yana kelib Sharq Turkistonda majburiy emgak ko'lamining borgan-sari kengayganligining isboti ekanligini bildirishmoqda. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.